Hammaga assalomu alaykum. Avtomobil kanaliga xush kelibsizlar. Akalar, qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Sog'inib qoluvdinglarmi? Xudo xolasa bugun video nomidan o'qiganingizdek, tasavvur qiling, siz zikr sotib olmoqchisiz va zikrni men sizga $10,000, ya'ni $10,500 to'g'riroq bo'lganda arzonroq joyini ko'rsataman. Bu boshqa zikrlarga qaraganda nima farqi bor deganda shu savolga ham javob berib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz hamma savollaringizga javob olasiz. Joyimizga yaxshilab o'tirib olamiz, ovqatlanayotgan inson ovqatimizga yaqinroq surib olamiz. Sizda kechqurun qorong'i bo'lsa ham biz kunduzi quyoshda ko'roq tellab siz uchun video olyapmiz. Hozirdan bitta like bosib hamma tanishlaringizga yuborib qo'ying, sizdan chiqmasin. Quyosh bo'ladimi, yomg'ir bo'ladimi, siz uchun har doim video chiqadi. Avtobum Rustam siz uchun video tayyorlashda charchamaydi aka. Faqatgina sizdan tirsilatib like bosib kommentariyani yaxshi niyatlarni yozib qoldirsangiz, xudo xolasa hammamizda shu moshinadan yil oxirigacha niyat qilamiz bo'ladi aka. Men xudo xolasa yil oxirigacha li olaman. O'shaning uchun davay li olish uchun videoni bosib tashlayman akalar, xudo xolasa. Ko'p gap eshakka yo'q. Bugun e'tiborimiz markazida Xitoyda ishlab chiqarilgan va hozirgi kunda eng trendda turgan elektrokarlardan birini gaplashamiz. Kutib oling. Zikr 001. Bu yoqda turgan Zikr 001imiz qora rangda, lekin ustini chaydirtirib o'tirmadim, chunki ana kunlar Toshkent shahrida bilsanglar yomg'irlar yog'di. O'sha yomg'irlardan keyin usti sal-pal kir bo'ldi. Tabriklaylar meniki deyishim uchun hali ancha ishlashim kerak. Buning uchun hali tagoy. Xudo xolasa yil oxiriga shunaqa mashinadan tabriklaylar meniki deymiz. Lekin uzoq rakursdan ko'rib turgan bo'lsangiz 0 dan 10 gacha bo'lgan bahoni kommentariyaga kirib berasiz. Ayni shu avtomobilga o'zim baho bersam, xudo xolasa hozirgi 2025-yilni ko'zi bilan qaraganingizda aka bunga men bilasizlarmi 7 tvrdo emas, 7,5 shunaqa 8 ga yetar yetmas 7,5 beraman. Bu mashinamiz sedan kuzovmi yoki hatchback kuzovmi, liftback kuzovmi men bilmayman. Bilganlar kommentariyada yozib qoldiringlar, chunki bir xil internetda Googledan qarasangiz bir xil hatchback yozadi, bir xil sedan yozadi, bir xil liftback yozadi. Menimcha, bilasizlar, liftbackga tortib ketadi. Bu hatchbackga ham tortib ketadi, chunki misol uchun mana men sizlarga tushuntirib tushunarli bo'lish uchun mashinaning orqa qismiga keldik. Agar bu mashina sedan bo'lganda bagaj sal uzunroq bo'lishi kerak. Bu yerda bagaj kalta bo'lgani uchun mana mamunimiz birga ko'tariladi. Liftback kuzov yangichalar bor, hatchbackga o'xshagan bo'ladi, lekin sedanga o'xshagan ko't uzun bo'lib turadi, hatchbackga o'xshab oynasi bilan birga ko'tariladi. Lekin bunda unaqasidan ham bunaqasidan ham uchalasidan bordi. O'shaning uchun men tushunmasdan turibman. Bu yerda 21 razmerli diska balonlar bilan jihozlangan bo'lib, ya'ni bu Zikrni eng qimmat bo'lgan diskasi bilan jihozlangan. Michelin Pilot Sport takrishkalar bilan jihozlangan. Oldida okalar tormozni ko'rasizlar. Perforatsiyali 6 ta porshnevoy tormoz turibdi okalar. 6 ta porshnevoy tormozda mana shu tormozda agar Cobalt Gentry qo'ysangiz, bitta tormoz bosganingizda mashina qotib qoladi. Joydan qimillamay qoladi. Orqa tomonimizda esa 2 ta porshnevoy tormoz bilan jihozlangan bo'ladi. Bu ham perforatsiya qilingan. Bu yerda karbon keramika tormoz sistema yo'q. Hammasi chugunovoy, ya'ni oddiy temirdan qilingan. Mashinamizda The Sport degan komplektatsiyasi, ya'ni Zikr 001 ni sportivniy komplektatsiyasi. O'shaning uchun tepasida akulan plavniklari turibdi. Spoilerlarimiz bor, kichkinagina spoilerlar va hokazo narsalar qilingan. Ko'rinish nisbatan bu ya'ni Zikr The Sport restyling varianti pastda opisaniyada o'sha videoni ham qo'yib qo'ydik. Bunimizda 3.8 yuradigan, 3.3 yuradigani ham bor. Va 3.3 yuradigandan 3.8 yuradigan nima farq his qiladi desanglar, eng katta farqi $10,500 bo'ladi. 1 sekunddan farq bermayapti, lekin 5 millisekundda o'ziga siz tasavvur qilasizmi, 3.8 dan 3.3 gacha bo'lgan mashinada $10,500 ko'proq to'layapsiz. Bu nima degan gap? Xitoyliklar ham o'sha sal-pal narx oshira oladigan bo'libdi. O'shaning uchun akalar. Hozir xudo xolasa tashqi ko'rinishi buni hech qanaqa farqi yo'q. Endi ichiga bitta o'tiramiz, bitta sekin aylanib kelamiz. Klimat kontrol ishlab turibdi. Xudo xolasa, biz D'ga urdik, sekin esa harakatni boshlaymiz akalar. Mujiki, haydayotganingizda-chi The Sport bilan, ya'ni The Sport Dores bilan The Sport Postle Restylingga unaqa katta farq haydaganingizda sezilmayapti. Men hozir haydab ketaman, sal konditsionerni pasaytirib qo'yamiz, ovoz bizga xalaqit qilyapti. Shuning uchun men hozir harakatni ham bitta boshlayapmiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, ruli ham o'sha aka. Mashinada salon tomonlama unaqa katta o'zgarish bor desangiz, sal adashgan bo'lamiz, lekin yurishi 3.8 bilan 3.3 farq qiladimi deb savol tug'ilayotgan bo'lsa, to'g'ri qiladi farq. Lekin bu yerda unaqa $10,000 farq bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Siz nima fikrdasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Mana hozir ikimiz mashinani to'g'irlayapmiz inshaalloh. Bitta vtapku berib ko'ramiz. Qanaqa yuradi? Bitta tako berganning o'zida sekin o'zingizlar sezasizlar, xudo xolasa. Mana qaranglar, ketdi.
Блядь, yaxshi ketyapti, yaxshi. Четко, mujiki четко, zo'r. Shundoq 80 ga chiqib ketdi shuni o'zida. Mana yana beryapti, yaxshi beryapti lekin. Zo'r. Endi yurishi unaqa katta endi misol uchun dragi bo'lmasa, hozirgi paytda misol uchun o'lchaydigan o'sha imенно dragi yoki race logiclar bo'lmasa, bu yerda ani yurganida unaqa katta farqqa o'lcha olmaysiz. Nima sabab deganda, chunki по-любому 308 ni o'zi ham u Gallardolardan tez. Lamborghini Gallardo degan mashinalar bor, Diablo degan mashinalar bor. O'shalar bilan tez yoki o'shalar даже ularni kvoterga urib qo'yadi. Bu chunki polni привод, ya'ni ikkita dual motor bo'lgani uchun oldida ham orqasida ham motori bor. Shuning uchun mashina tortishi juda ham yaxshi. Ularda to'g'ri endi eski benzinoviy sport car bo'lsa ham ularda уже eskirib qolgan tizim ishlaydi. Faqatgina orqa привод bo'lgani uchun mashina unaqa reski qo'zg'alishlarda zo'r bo'lmaydi. Bunimiz esa ko'rib turgan bo'lsangiz qo'zg'alishda zo'r. Mana bittadan lijachi bor, sekinroq o'tamiz. Sezgan bo'lsangiz, tako sal jo'skiroq. Nima sabab jo'skiroq? Chunki mashina juda ham tez. 308 bu sekin hisobda emas. 308 bundan где-то 5 yil oldin agar 308 misol uchun 40 millik mashinalar misol, men misol qilib aytgan, narxini oxirida aytamiz. 40 millik, 45 millik, 50 millik mashinalar 308 sekund yurar ekan desa, u kim? U ahmoq odam deyishardi-da, lekin hozirgi paytda unaqa narsa emas. 308 biz uchun oddiy holat bo'lib qoldi. Chunki 308 sekundli mashinalar juda ham ko'payib ketdi. Lekin 308 sekundli juda ham ko'payib ketdi deganda ham u Xitoyga ko'p mashinalar 308 yura olmaydi. Mana bitta Monza turibdi. Mana shu Monza to'g'risida bitta fakt aytaman akalar. Mana sizlarga hozir Monza to'g'risida qanaqa fakt aytay? Aka, mana shu Monzani bizda sotilish narxi 18,5 ming, 19 ming atrofida sotiladi. 1.5 atmosfera bosimida ishlaydigan dvigatel bilan jihozlangan shu mashina. Lekin buni bitta nito tomon. Endi tasavvur qiling, mana shu mashinani Xitoydan 10 ming dollarmi shunaqa, 10 ming dollarmi shunaqa turadi. Agar bizda 10 ming dollar turganda o'sha o'chirib turib sotilayotgan Cobaltlar yo misol uchun Gentralar sotilarmidi, Onyxlar sotilarmidi degan savol tug'iladi. Aka, o'sha savolni o'zingizga berib ko'ring. Tasavvur qiling, Monza 10 ming dollar turibdi. Kim Onyx oladi? Kim uni oladi? Bu Xitoyda unaqa narx turibdi. Buni ham narxi Xitoyda arzon akalar, lekin bizda sal qimmatroq. Endi bunaqa narsalarni eshitasiz, o'ylaysiz, как будто O'zbekistonda boylar yashaydi deb. Hammamiz boymiz, alhamdulillah, ota-onamiz, hamma yaqinlarimiz bor. Vatanimiz tinch, Allohga shukr. Shunisiga shukr qilamiz akalar. Bittani bosib ko'ramiz. Yaxshi. Endi bu yerda hozir qarang. 308 по-любому yurmaydi. Bu hozir bu narsani tekshirish shart emas deb o'ylayman. Chunki men juda ham ko'p elektrichkalar haydaganman. 308 yurish uchun qanaqa bo'lishi kerak? Pogoda sal iliqroq bo'lishi kerak. Hozirgi paytda tashqarida adashmasam shu 50 gradus bo'lsa kerak. 50 gradus bo'lishi kerak va zaryadkamiz 100% to'liq bo'lishi kerak. Bu yerda 100% to'liq emas. Bu ayni shu haydab ketayotgan Zikr 001 The Sport pozitsiyamiz, ya'ni bu do restyling bo'ladi. Do restyling variantida xuddi shunaqa, misol uchun shahar ichida yurganingizda 616 km yuradi deb beradi. Endi 616 km yuradimi, yo'qmi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, 616 yurmaydi-ku, shahar ichida где-то shu 500 km yuradi. Okalar, yurganlar где-то 500 yuryapmiz deyishyapti. O'shanaqa 500 dan yaxshi. 10.500 dollar qimmatrog'ini olaman siz. U The Sport restyling varianti ham bor. O'tda boyga aytgan melish narsalarimiz, monitor, salonda monitor u yoqdan bu yoqqa qayladi va bu 616 km yuradi deb berilsa, u 656 km yuradi deb beriladi. Lekin bunda ham, unda ham 100 kilovatt soatlik batareykalar bilan jihozlangan. Batareykasi bir xil bo'lib turib, kilometraj ko'proq bo'lsa, значит bu degani programmaviy обеспечение. Agar buni ham xuddi shunaqa Zikr The Sport o'sha restyling variantidagi programmaviy обеспечениeni yozsa, probegi ham ko'payar ekan, 308 dan 3.3 ga ham tushar ekan. Bu narsa realniy, chunki xitoyliklarning o'zi quvvatdimi, ertaga bizga ham yetib keladi xuddi shu narsa va proshivka qilsangiz, o'sha proshivkadan kilometraj ham ko'payar ekan va undan keyin 0 stop показатели, ya'ni 5 millisekundga orqaga qaytadi. Bu degani 3 sekund yuradigan mashina xuddi shu ham bo'ladi. Chunki motori ham bir xil, korobkasi ham bir xil, ya'ni korobka o'zi bo'ladi, bo'lmaydi. Korobkasi ham o'sha reduktorimizda. Keyin undan keyin batareykani kilovat soatigacha ham bir xil. Batareykasi unda ham, bunda ham golden battery hisoblanadi. Ikkalasini batareykasi bir xil bo'lganidan keyin uje bu yerda tasavvuringizni ishlating va shuning uchun 10,5 ming ko'proq to'lashga nistoydi deb o'ylayman, meni fikrim. Restyling bilan to'g'risida, ya'ni kichkinagina momentdagi eshik ochadigan knopka bilan oddiy tortadiganning farqida ham unaqa katta farq emas. Chunki bunda ham, unda ham beskuluchovoy dostуп bor, eshik o'zi ochilib beradi. Hamma narsalari почти bir xil. Faqatgina bitta-ikkita melish narsalar, aytib o'tgan narsa
narsalarimiz. Tak, bu yerda yana katta farqi, tepada tomda bunda ko'rib turgan bo'lsangiz, lidar kamerasi yo'q. Restyling variantida esa lidar kamerasi bor akajonim. Xuddi shu farq bo'ladi. Lidar to'g'ri eng katta farq bu yerda lidarda bo'ladi. Lidar nima uchun kerak deyotgan bo'lsangiz, ertangi xudo xolasa, mana biz o'zimizni glavniy darogada bo'lsa ham, lekin xalqqa xizmat qilayotgan mashinalarga har doim yo'l berib yuringlar akalar. Lidar kerak narsa nima uchun deganda, chunki ertangi siz mashinani sotayotganingizda ya даже men polosalar ko'rib turgan bo'lsangiz, hozir alohida biz ajratilgan polosalar bo'yicha yurimiz, ya'ni obzor shu yerda olyapmiz. Hamma joyda ham xuddi shunaqa polosalar bo'ladi, xudo xolasa akalar. O'shaning uchun lidarli mashina olganingiz yaxshi. Lekin 10,5 ming dollarga lidar stoyitmi, не stoyitmi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, meni fikrim bo'yicha 10,5 mingga lidar не stoyit. Chunki 10,5 ming baribir katta pulda. Aka, endi bilmayman, siz uchun kichkina pul bo'lishi mumkin, to'g'ri, siz har kuni 10 ming pul topasiz, aka, men bilaman uni. Bilaman, sizga pul bo'lmasa ham 10 ming, 10,5 ming dollarlar, lekin pul ko'p to'lab o'tirmang. Xuddi o'sha mashina Z Sport restyling va do restyling variantini olib turib, xuddi shunaqa yuradigan qilsa ham bo'ladi. Faqatgina programma обеспечениясini topish kerak. Qolgan salonlarda unaqa katta farqi yo'q, ko'rinishida katta farqi yo'q. Ya'ni gabarit mashina o'smagan ham, ya'ni kaltalashmagan ham, yo eniga ham katta bo'lmagan. O'zi eng katta restyling farqi xuddi shunaqa narsalarda bo'ladi. Ya'ni bu degani mashina unaqa katta restyling bo'lmagan, просто так обновление qilingan. Ya'ni restyling o'zi обновление deyiladi-ku. Endi bu kichkinagina va mizergina faqatgina restyling hisoblanadi. Atak lekin katta глубокий restyling emas. Mashinani ko'rdinglar. Bu yerda farqlari почти hamma farqlarni aytib o'tdi. Kilometrajni ham aytib o'tdi. 616 bilan 656 kilometr farq qiladi va undan keyin 0 so'si bunda do restyling variantida 308 bo'lsa, restyling variantida 3 sekund bo'ladi. Bu ikkalasi ham tez, batareykasi 100 kWh, ikkalasida ham bir xil, ходовой sistema bir xil, eshiklarim бесключевой достуp hammasida bor. Bunda ham, unda ham eng katta farqi faqatgina lidar kamerada deyildi. Yana bir bora qaytarib o'tdik shu narsani. Ma'mul lekin shishali tomdan o'ylashingiz mumkin, issiq o'tadimi? Aka, sal-pal o'tyapti, lekin bu yerda kovni oyna bo'ladi, ya'ni o'sha qizdirilgan quyoshni ultrafiyolda tushib qoladigan oyna bo'ladi. Shuning uchun shunaqa ko'kimtir bo'ladi. Kun sal, misol uchun bulutli havo bo'lgandan keyin mana bu sal-pal ochiladi. O'zi xameleon rang bo'ladi bu narsa. Lekin mashina to'g'risini qilib aytganda 10,5 ming dollar arzonrog'ini olishga stoyitmi, do restdan ko'ra yaxshimi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, post restyling bilan do rest почти bir xil narsa. Ya'ni aytib o'tgandek, bu yerda katta farq вообще umuman yo'q. Misol uchun tormozon sistemada yoki misol uchun mashina kattalashgan bo'lganda yo kattaroq глубокий restyling bo'lganda 10,5 ming dollar qimmatroq to'lab oling derdim. Lekin men restylingini ham haydaganman. Mana hozir do restini ham haydadim. Pastda videosi ham turibdi. Uni ham bosib ko'rganman, buni ham bosib ko'rganman. Farq yo'q okajon. Hech qanaqa farq yo'q. Men sezmadim farqni. Agar endi men sezmagan bo'lsam, siz tim bo'li menimcha sezmasangiz kerak. Chunki endi bilmayman, endi hozir bu narsa noto'g'ri bo'lib qolmasa, menimcha ayrim insonlarga qaraganda ko'proq mashina haydagan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Menimcha aka, men video ko'rayotgan insonlarga qaraganda, bir xillar bor, mendan ham ko'proq mashina haydagan. Bu hamma narsa Allohdan, Alloh qancha qodir qilgan bo'lsa, shuncha bo'ladi. Shuning uchun aka, bu yerda katta farq yo'q. Meni fikrim bo'yicha 10,5 ming dollarga arzonrog'iga undan ko'rsa, ya'ni do restylingini olsangiz yaxshiroq bo'ladi. Mashina kelasi ham 25 bo'ladi. Xolasangiz oq rangi ham bor, xolasangiz qora rangi ham bor. Qanaqasi desangiz, o'shanaqasi bor. Zikrni menimcha mana shu oranjiy bilan oq rang olganingiz yaxshiroq. Qora sal-pal bo'g'ilib qolar ekan bunda. Saloni ham hamma joyi, qolgan hamma narsasi bu yerda farqi yo'q. Yana bir bor aytamiz. Mujiki, короче, agar 10,5 ming dollarga arzonroq mashina olmoqchi bo'lsangiz, pastda Xitoy avtoni kommentariyada ham, описаниеda ham nomerlarini qoldirib ketaman. Aka, telefon qiling, shoshiling, oling, chunki soni cheklangan. Bunimizni narxi 42,500 dollar. O'zi 43 ming degan edilar, 42,500 dollar devordim. Men aytasiz shunaqa devoribdi deysizlar. Bunisi esa, ya'ni restyling varianti esa 53 ming dollar akalar. Uni 53 ming dedilar. Ya'ni taqalgani shunaqa dedilar. Bu degani 10,500 dollar restyling varianti qimmatroq bo'ladi. Endi qaysi biri sizga ma'qul keladi? Restyling yo do rest ikkalasi bir xil pul bo'lsa, конечно, restyling oladi, lekin 10,5 ming dollar farq qilgandan keyin do restni ham olib haydasangiz yaxshi bo'ladi. Bu meni fikrim. Agar men sizga maslahat beradigan bo'lsam, do restyling olib turib haydab yurganingiz yaxshi. 10,5 mingga esa bitta Cobaltni Gentra olib qo'yib, u bukimga berib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'sha narsa, ya'ni u kim просто так arenda bermasdan ham turib ham meni 10,5 ming dollarga shunday olib turib, u bukimga hadya qilib yuborsangiz ham savobi undan ham ko'proq bo'ladi. Hoji aka, bilaman sizda pul ko'p aka. Hammanglarda pul ko'p. Faqatgina u pulni qanaqa ishlatishni bilmay qolyapsizlar. Oxir paytda o'shaning uchun mana shunaqa mashina olib turib, arzonroqga zdachsiga mashina olib turib, yana u bukimga hadya qilib yuboring. Duo qilib yuboradiganlar sizda ko'p bo'ladi, hoji aka.
O'shaning uchun ulardan qaytmasa Allohdan qaytadi. Video yoqqan bo'lsa like bosamiz, yoqmagan bo'lsa dislike bosamiz. Bundan keyingi videoda bilaman BMW E36 ni ko'plar so'rayapti. Shuning uchun agar E36 ni obzori kerak bo'lsa, E36 deb yozasizlar yoki qanaqa mashina qiziq bo'lsa, o'sha mashinani yozasizlar. Sog' bo'lamiz, omon bo'lamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr okalar.